Hozir sizlarni hayron qoldiraman. Telefonimni ovozda ochaman. Open. Hayron qoldingizmi? Hozir sizga ham bu narsani o'rgatib qo'yaman. Xo'p o'rtoqlar, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz Flamaster yordamida o'zimizning parolimizni ustiga chizib olamiz. Ya'ni sizda boshqacha parolli bo'lsa, boshqa sonlarni ustiga chizasiz. Menda hozir 00 bo'lgani uchun faqat 00 ni belgilab olaman. Настройкаga kiramiz, universalniy dostуп joyiga o'tamiz. Bu yoqdan pastroqqa tushiramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda голосовой управление joyi bor. Xuddi shunga kirasizlar. Mana shuni yoqamiz. Komanda joyiga bosamiz. Endi bu yoqdan настройкаga bosamiz. Yangi komanda sozdat qilamiz. Bunga open deb yozamiz. Open deb yozganimizdan keyin mana shu joyga bosamiz. Bu yoqda mana shuni bosasizlar. Haligi belgilab olgan joyingizga ultimate bosasizlar. Menda parol ultimate terilgan, sizlar bo'lsa o'sha belgilangan parol bilan terasizlar. Endi mana saqlanib qilamiz. Bu yoqdan orqaga chiqamiz, yana saqlanib qilamiz. Endi qaranglar, open deydigan bo'lsam ochiladi. Open. Ana, parol terishni boshla. Ochildi. Bu narsani men sizlarga iPhone telefonida o'rgatdim. Agar mana shu videomiz 30 mingta like bo'ladigan bo'lsa, Android telefonlarda qanaqa qilib qilishni o'rgataman. Videoni saqlab, iPhone do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Smartfonni eng zo'r narxda Open Shop'dan xarid qilinglar.